Jaloliddin Manguberdi tarix sahifalarida emas, millat qalbida yashayotgan qahramon. U uchun vatan oddiy yer emas edi, balki jonidan ham aziz, muqaddas tushuncha edi. Eng og'ir damlarda ham u taslim bo'lmadi, chunki mardlik tanlov emas, e'tiqod ekanini yaxshi bilardi. Hind daryosiga ot bilan sakragan lahza esa shunchaki jasorat emas, balki vatan uchun o'lim ham sharaf degan buyuk fikrning jonli ifodasi edi. Bugun biz uning nomini faxr bilan tilga olamiz, chunki Jaloliddin Manguberdi bizga bitta haqiqatni o'rgatdi: vatan himoyasi eng oliy burch. Jaloliddin Manguberdi va Chingizxon to'qnashuvi bu ikki qo'shin jangi emas, balki zulm bilan erkinlikning yuzma-yuz kelishi edi. Mo'g'ullar butun sharqni lahzaga solib kelayotgan bir paytda Jaloliddin Manguberdi taslim bo'lishni or deb bildi. U Chingizxonning son jihatdan ustun, shafqatsiz qo'shiniga qarshi mardona jang qildi. Ayniqsa Hind daryosi bo'yidagi jang tarixga muhrlandi. O'rab olinganiga qaramay Jaloliddin qo'rquvni tan olmadi. U otini daryoga haydab, hayot bilan o'lim o'rtasidan o'tib ketdi. Bu jasoratni ko'rgan Chingizxon hatto dushmaniga qoyil qoldi. Shu tariqa Jaloliddin Manguberdi nafaqat jang maydonida, balki dushman qalbida ham iz qoldirgan qahramon sifatida tarixda qoldi.